Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz mehmonlari. Biz bugungi videoda prava talab qilinmaydigan 3 ballonlik velosipedlarni qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Albatta videodan oldin like bosib kuzatishda davom etinglar. Azizlar, mana bu yerda rangi har xil bo'lgan 3 ballonlik velosipedlarimizdan mavjud. Qaranglar, eng chiroyli ranglardan biri bardovoy qizil, qora va seriy ranglardan mavjud akalar. Xohlovchilarga mana bunday qulay lotkalarimiz ham bo'ladi. Endi to'liq ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, 3 ballonli velosipedlarimiz ballon razmerlari oldi tarafi 20 ballon, orqa tarafi 18 ballon bo'ladi. Motor miyalari baquvvatlaridan xudo xohlasa odam bilan qo'shib 200 kilogacha yuklarni podyomlarga bemalol olib chiqish xususiyatiga ega. Pedalidan haydasangiz ham bo'ladi. Albatta zaryadi tugab qolganda velosipeddan og'irroq bo'ladi, lekin bemalol haydab uyingizga yetib olsangiz bo'ladi akalar. Oldiga, orqaga yurish xususiyatlaridan bor. Aravalarga keladigan bo'lsak, xuddi shunday qulay aravasi bo'ladi. Bozorchilar uchun juda qulay. Qor qovon yoki plakda suvlarni yuklab olib ketsangiz bo'ladi. Ana endi sidinani shunday ko'tarib qo'yadigan bo'lsak, mana bog'chadan 2 ta 3 ta nevarangizni bemalol olib kelsangiz bo'ladi yoki yoshi katta insonni o'tkazib, aylantirib kelsangiz ham bo'ladi akalar. Mana chiqish uchun juda qulay joylar qilingan. Bemalol chiqib, o'tirib ketish imkoniyatiga ega va ushlab ketsa ham bo'ladi. Va yana mayda chuyda olib kelishim kerak deydiganlar bo'lsa, shunday sidinani ag'darasizlar. Mana bunday telechkasidan foydalansangiz bo'ladi va qaranglar, yukim uzunroq-ku. Bunga nima qilsam bo'ladi deganlar bo'lsa, orqa eshiklari ham ochiladi. Ana bu holatda uzunroq yuklarni yuklab olib ketsangiz ham bo'ladi. Endi 20 li akkumulyatordan 5 ta joylashtirilgan, bitta to'liq quvvatida xudo xohlasa 40 km masofani bemalol bosib o'tadi. Tezligi 30-40 tezlikka ko'tarila oladi. Xohlovchilarga 25 tezlikdan oshmaydigan qilib beramiz akalar. Tablo ko'rinishi xuddi shunday, tormozlari qo'lda, mana parkovka rejimlarigacha bor, mana xuddi shu holatda bolalar minib ketmasligi uchun qilingan xususiyatlari. Tormozidan chiqarib qo'ysak, avtomatik yurib ketadi. Tormozni bitta bossak, parkovkadan chiqadi akalar. Ana endi gazni bosadigan bo'lsak, avtomatik ravishda skuterimiz yurib ketadi. Mana bunisi esa zadniy knopka bo'ladi. Mana tormozdan chiqarib bossak, zadniy orqaga yuradi akalar. Endi buni kalit yordamida yurg'azib o'chirsak ham bo'ladi va mejigar yordamida ham yurg'azib o'chirsak bo'ladi. Mana yondi. Ana endi ochiq qulf rasmini bitta bosamiz. O'chadi akalar. Shunday holatda skorost 3 talik, bitta signal, pavorotlari mana bezuk holatda bo'ladi akalar. Oldi farasi. Xuddi shunday holatda. Xo'p, akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, paytida $600 baho aytib ozmoz o'tib berar edik. Hozir chegirmada $570 xarid qilsanglar bo'ladi. Kanalimiz obunachilari, doimiy kuzatuvchilarimiz uchun ozmoz o'tib beradigan joyi bo'ladi akalar. Albatta hech kim aytgan narxiga sotmaydi. Shuni eslab qolinglar. Bu bozor, ozmoz talashib, tortishib olsanglar ham bo'laveradi. Endi qora rangini naryoqda ko'rsatdik. Yo, serisini ko'rsatibmiz. Bu yoqda qora rangi akalar. Bu yoqda esa bardovoy qizil rangi. Kimga qanaqa rangi ma'qul kelsa, xudo xolasa dastavkalar qilib beramiz. Mana hozir bunga akkumulyator bosilmagan holatda, agar siz zakaz beradigan bo'lsangiz, keyin yangi pachka akkumulyator ochib, bosib, jo'natib beriladi. Shunday holat. Ancha keng, qulay, ro'zg'or uchun rosa mos keluvchi skuterlarimizdan biri. Bu ham endi bu yerda mana tabloda zaryadkalari ko'rsatilgan. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta tochka. Bu degani to'liq holatda turibdi. Agar zaryadingiz kamayishni boshlasa, shu yoqdan o'chib kelib, oxiri qizilga keladi. Bilinki o'shanda zaryadkangiz bitta tochka qolgan bo'ladi. O'shanda zaryadga qo'ysangiz ham bo'ladi akalar. Komplektida zaryadka, bokovoy, kaska jiletlarigacha chiqadi. Mana. Xo'p, bundan oldingi videolarda suvlarni yuklab, unlarni yuklab, odamlarni o'tkazib, sizlarga test qilib ko'rsatib berganmiz. Mana linkini ham qo'yib qo'yamiz videoga. Bitta bossanglar, bundan oldingi videomizga o'tadi. Ya'ni test videomizga akalar. O'tib, bemalol tomosha qilib olsangiz bo'ladi. Komplektini aytib o'tib ketdik, zaryadchik, bokovoylari bo'ladi. O'zini komplektida shunday holatda akalar. Ana endi lotkali skuterga qiziqadiganlar bo'lsa, bunaqa skuterimizning 2 xil varianti bo'ladi akalar. Bu ballonlari mana kichkinaroq varianti, 4 ta akkumulyatorli bo'ladi. Sahnalari ancha keng. Yosh bola ham chiqib bog'chaga borib kelsa bo'ladi. Bu yerda kichkina bola ham o'tirib ketish imkonini beradi. Haydovchiga mana qulay joylar qilingan, oyoq qo'ygichlari mana bunday holatda bo'ladi.
oldiga orqaga yurish xususiyatlaridan bor akalar. Xo'p, bularning narxiga keladigan bo'lsak, paytida 580 aytilgan, hozir 530 dollardan xarid qilish imkoniyati bor. 4 ta akkumulyatorlik, bitta quvvatida 30 km masofa bosib o'tadi. Amortizatorlari ham yumshoq bo'ladi. Buniki ham xuddi shunaqa, juda ham yumshoq amortizator. Buniki ham xuddi shunday yumshoq amortizator bo'ladi akalar. Endi buni kattarog'i kerak uka deydiganlar bo'lsa, hop, buni kattarog'i bor, 5 ta akkumulyatorlik, 16 ballon, saka diskali bo'ladi. Hop, uni narxini akalar 530 dollar kamaytirib beramiz. Xuddi shunday holatda. Orqa taraflarining ko'rinishi. Kelinglar, buni motorlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana e'tibor beringlar. Motorlari balonga mahkamlanmagan bo'ladi. Mana baquvvatlaridan xudo xolasa yuklarni yuklab olib ketishlar bo'laveradi. Mana amortizatorlari. Juda yumshoq holatda. Xo'p. Pedallarga ham e'tibor beringlar. Bemalol bitta inson haydab ketish imkoniyati bo'ladi. Yana eslatamiz, faqat velosipeddan og'ir bo'ladi, chunki 3 ta ballonni akkumulyatorining hisobiga velosipeddan og'irroq bo'ladi. Lekin eplab bemalol minsa bo'ladi akalar. Xo'p, narxlarini yana bir eslatib qo'yamiz. 570 dollardan qilib beramiz. Xohlagan ranglardan mavjud. Xohlovchilarga akalar terilmagan korobka holatda ham jo'natib beramiz. O'zbekistonning barcha viloyatlariga faqat dastavka pulini to'lab olasizlar. Xohlasanglar terilgan holatda, lekin dastavkasi qimmatroq bo'ladi. Xohlasanglar terilmagan korobka holatda. Terish ham u darajada qiyin emas, asosiy funksional jihatlari terilgan bo'ladi. Siz asosan rol, oldi ballonlari egallarini qatirib qo'ysangiz bo'lgani. Mana bu tarafda korobka holatlarini ham ko'rsatamiz mana. Terilmagan holatda. Agar shu holatda jo'natsak, yo'l puli nisbatan arzonroq tushadi. Bemalol jo'natib beramiz. Birorta sal tushunadigan odam bo'lsa, o'zingiz ham ozgina bosh qotirsangiz, bemalol terib haydab yursangiz bo'ladi akalar. Agar olib foydalanaman desanglar ham, mana korobka holatda jo'natib berish imkoniyati bor akalar. Aytib qo'yaylik, soni cheklangan holatda ulgurib qolishlarini tavsiya qilamiz. Agar akkumulyatorlarga o'ylanadiganlar bo'lsa, mana akkumulyatorlar ham yangi pachka holatda turibdi. Kim zakaz beradigan bo'lsa, yangi pachkadan ochib, bosib jo'natib beriladi akalar. Bu yoqdan behijolat. Agar ishonmaydiganlar bo'lsa ham shu pachkasidan ochilayotgan jarayonini ham video qilib tashab beramiz akalar. Bu shunday holatda. Borgandan keyin tekshirib olsangiz ham bo'laveradi. Azizlar, manzilimizni yana bir eslatib qo'yamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Kelaman deganlar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Kelishdan oldin bitta telefon qilib qo'ysanglar, lokatsiya tashab beramiz. Qiynalmasdan topib kelish imkonini beradi akalar. Xo'p, agar kela olmayman, boshqa viloyatdaman yoki musofir yurtdaman uka deydiganlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, sizlarga to'liq ma'lumotlari hamda dastavkalarini ham yo'lga qo'yib beramiz. Bemalol uyingizda turgan holatda zakaz berish imkoniyati bor. Faqat dastavka pulini to'lab olsanglar bo'lgani. Xohlovchilarga mana bu rangidan, xohlovchilarga mana bunday va mana bunday seriya rangidan, xohlovchilarga mana bunday lotkali skuterlarimizdan qilib beramiz akalar. Bularni yana eslatamiz, 530 dollar ozmoz tushib beramiz. Katta variantini ham 530 dollar o'tib beramiz. Velosipedlarimizni chegirmada edi, o'zi 570 dollardan ham ozmoz tushib beradigan joyi bor. Faqat kanalimiz kuzatuvchilari uchun akalar. Mana shunday holatda. Demak, e'tibor uchun akalar, katta rahmat, doimo salomat bo'linglar. Albatta videoga like bosib, xuddi shunaqa qulay skuter qidirib yurgan yaqiningizga ulashib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.